Salom, hurmatli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan hayotimizning eng muhim qismlaridan biri nafaqalar masalasi haqida jiddiy suhbatlashamiz. Ayniqsa, bugungi videomizda nafaqa yoshiga yaqinlashayotgan yoki allaqachon nafaqada bo'lgan har bir insonni chuqur tashvishga soladigan juda og'ir yangiliklar haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu ma'lumotlar 2026 yil 1 maydan boshlab kuchga kirishi kutilayotgan o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, sizning kelajakdagi moddiy ta'minotingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu xabarlar afsuski juda yomon yangiliklar toifasiga kiradi. Shuning uchun diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Video nihoyasiga yetmasdan turib, pastdagi tugmani bosib kanalimizga obuna bo'lishni va bu muhim videoga like bosishni unutmang. Bu sizga kelajakda ham shu kabi dolzarb va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormasligingizga yordam beradi. Muammoning mohiyati xo'sh, aynan nima o'zgarmoqda va bu o'zgarishlar nimani anglatadi? Bugungi kunga qadar, ya'ni ushbu yangi tartib kuchga kirgunga qadar nafaqa tizimimiz nisbatan sodda va ko'pchilik uchun tushunarli edi. Nafaqaning asosiy miqdori odatda so'nggi 5 yil ichidagi eng yuqori ish haqi miqdori va umumiy mehnat stajiga qarab hisoblanar edi. Bu degani, agar sizning mehnat faoliyatingiz oxirida maoshingiz yuqori bo'lgan bo'lsa, bu sizning nafaqangiz miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Mehnat stajini hisoblash ham ma'lum bir standartlarga ega bo'lib, odatda mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosiy hujjat hisoblanar edi. Bu tizimda odamlar o'z pensiya miqdorini taxminan hisoblab chiqishlari va unga tayanishlari mumkin edi. Hatto ba'zi hollarda agar odamning ish staji yetarli bo'lmasa, u minimal nafaqa olish imkoniyatiga ega edi. Endi esa vaziyat butunlay o'zgarmoqda. 2026 yil 1 maydan boshlab joriy etiladigan yangi tartibga ko'ra nafaqa hisoblash metodologiyasi tubdan qayta ko'rib chiqilmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, endi nafaqa miqdori faqat so'nggi 5 yillik ish haqi emas, balki butun ish faoliyatingiz davomidagi, ya'ni pensiya jamg'armasiga badallar to'langan jami davrdagi o'rtacha ish haqi asosida hisoblanadi. Va bu yerda eng katta muammo yuzaga keladi. Ko'pchilikning mehnat faoliyatining boshlang'ich yillarida maoshlari hozirgidan ancha past bo'lganligini inobatga olsak, bu o'rtacha ko'rsatkich sezilarli darajada pasayishga olib keladi. Qolaversa, yangi qonun hujjatlariga ko'ra, endi har bir fuqaroning pensiya jamg'armasiga to'lagan shaxsiy badallari miqdori va muntazamligi muhim rol o'ynaydi. Bu degani, agar sizning mehnat daftarchangizda ish staji qayd etilgan bo'lsa-da, lekin o'sha davrlarda siz uchun pensiya jamg'armasiga badallar muntazam ravishda yoki to'liq hajmda to'lanmagan bo'lsa, o'sha davrlar nafaqa hisoblashda to'liq inobatga olinmasligi mumkin. Bu esa afsuski ko'plab bo'lajak pensionerlar uchun kutganda ancha past nafaqa miqdorini olishiga sabab bo'ladi. Hukumat tomonidan bildirilishicha, bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensiya tizimining barqarorligini ta'minlash va badallar to'lashda adolat tamoyilini kuchaytirishdir. Biroq ko'pchilik uchun bu o'zgarishlar moddiy ahvolning sezilarli darajada yomonlashuviga olib kelishi shubhasiz. Batafsil tahlil, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q? Keling, bu o'zgarishlarni yanada chuqurroq tahlil qilib chiqaylik va aniq misollar yordamida kimlar ushbu yomon yangiliklardan ko'proq zarar ko'rishi mumkinligini tushunib olaylik. Shuningdek, kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini ham ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, 55 yoshli Ayub aka. Ayub aka butun umri davomida, ya'ni 35 yil mobaynida davlat tashkilotida tinmay ishlagan. Uning ish staji doimiy, maosh ham doim rasmiy tarzda hisoblangan va pensiya jamg'armasiga badallar muntazam ravishda to'lab kelingan. Ayub akaning so'nggi 5 yildagi o'rtacha oylik maoshi 6 million so'mni tashkil qilgan. Eski tizim bo'yicha Ayub aka taxminan 2 million 5 ming so'm atrofida nafaqa olishi mumkin edi. Chunki uning yuqori maosh hisoblashda asos bo'lar edi. Yangi tizim bo'yicha esa uning butun mehnat faoliyati davomidagi o'rtacha maoshi hisoblanadi. Faraz qilaylik, Ayub akaning 35 yillik ish faoliyati davomidagi o'rtacha oylik maosh inflyatsiya va maoshlardagi o'sishni hisobga olgan holda, masalan 3 million 50 ming so'mni tashkil etdi. Natijada uning nafaqasi hisob kitoblariga ko'ra 1 million 800 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, Ayub aka har oy 700 ming so'mga yaqin miqdordan mahrum bo'lmoqda. Bu Ayub aka kabi doimiy va rasmiy ishlagan. Ammo maoshlari vaqti bilan o'zgarib turganlar uchun sezilarli yo'qotishdir. Ayub aka kabi fuqarolar, garchi ularning staji to'liq bo'lsa-da, pastroq o'rtacha ko'rsatkich tufayli nafaqa miqdorida kamayishni his qilishadi.
Ikkinchi misol, 7 yoshli Dilorom opa. Dilorom opa umrining dastlabki 10 yilida davlat ishida ishlagan. So'ngra 11 yil davomida tadbirkorlik bilan shug'ullangan va bu davrda na pensiya jamg'armasiga badal to'lagan, na ish staji rasmiylashtirilgan. Keyinroq yana 5 yil davlat ishiga qaytgan. Uning jami mehnat daftarchasidagi staji 11 yil. Eski tizim bo'yicha Dilorom opa rasmiy staji va so'nggi 5 yillik maoshi faraz qilaylik. 3 million so'm asosida minimal nafaqadan biroz yuqori nafaqa olishi mumkin edi. Masalan 1 million 200 ming so'm. Yangi tizimga ko'ra esa uning pensiya jamg'armasiga badal to'langan davri, ya'ni 15 yil inobatga olinadi. Tadbirkorlik davridagi staj hisoblanmaydi, chunki unda badallar to'lanmagan. Shuningdek, uning butun rasmiy mehnat faoliyati davomidagi o'rtacha maoshi ehtimol 2 million so'm atrofida hisobga olinadi. Bu esa Dilorom opaning nafaqasini sezilarli darajada kamaytirib, taxminan 900 ming so'mgacha tushirishi mumkin. Bu juda jiddiy farq, chunki Dilorom opa kabi uzilishlar bilan ishlaganlar, ayniqsa norasmiy faoliyat olib borganlar, ushbu yangiliklardan eng ko'p jabr chekishadi. Ular nafaqat pastroq o'rtacha maoshdan, balki badallar to'lanmagan davrlar hisobga olinmasligidan ham aziyat chekishadi. Uchinchi misol, 60 yoshli G'ani aka. G'ani aka umrining ko'p qismini chet elda ishlagan va u yerda rasmiy soliqlar to'lagan, lekin O'zbekiston pensiya jamg'armasiga badallar muntazam ravishda tushmagan. O'zbekistonda u atiga 10 yil rasmiy ishlagan. Eski tizimda u minimal nafaqa olishga umid qilishi mumkin edi. Yangi tizimda esa uning O'zbekistondagi eng yillik staji va shu davrdagi o'rtacha ish haqi asosida nafaqa hisoblanadi. Agar G'ani akaning maoshi past bo'lgan bo'lsa, uning nafaqasi minimal chegaradan ham past bo'lishi yoki umuman nafaqa olish uchun yetarli staj bo'lmasligi mumkin. Agar minimal staj talablari oshirilgan bo'lsa, G'ani aka kabi faoliyati xalqaro tus olgan fuqarolar, agar xorijiy davlatlar bilan pensiya to'g'risida maxsus shartnomalar bo'lmasa, ayniqsa katta muammolarga duch kelishi mumkin. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Bu savol ham muhim. O'zgarishlar asosan nafaqaga chiqqandan keyin ham yuqori maoshli rasmiy ish joyida ishlashda davom etayotgan va pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda yuqori badallar to'layotgan fuqarolarga nisbatan kamroq ta'sir qilishi mumkin. Shuningdek, harbiy xizmatchilar, huquq tartibot organlari xodimlari va boshqa ayrim toifadagi fuqarolarning pensiya ta'minoti alohida qonunlar bilan tartibga solingan bo'lishi mumkin. Garchi umumiy tendensiya ularga ham qisman ta'sir qilishi ehtimoldan xoli emas. Ammo ularning nafaqa hisoblash tartibi jiddiy o'zgarishlarga duch kelmasligi mumkin yoki ularga boshqa imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Shunga qaramay, har bir shaxs o'zining shaxsiy holatini tekshirishi shart, chunki ayrim maxsus qoidalar ham o'zgarishlarga duch kelgan bo'lishi mumkin. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi. Bu yangi pensiya tizimida ham bir qator istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan noaniq jihatlar mavjud. Ular haqida bilish juda muhim, chunki bu ma'lumotlar sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishi mumkin. Birinchidan, istisnolar haqida. Yangi tizim asosan umumiy qoidalar bo'yicha nafaqa oladigan fuqarolarga ta'sir qiladi. Ayrim nafaqa turlari, masalan, nogironlik nafaqalari, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyalari va ayrim imtiyozli stajga ega bo'lgan fuqarolarning pensiyalari. Masalan, zararli sharoitlarda ishlaganlar o'zgarishlardan qisman yoki butunlay istisno qilinishi mumkin. Biroq bu mutlaqo aniq emas. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, nogironlik nafaqalari va bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyalari miqdorini hisoblash tartibi o'zgarishsiz qolishi mumkin, ammo bu to'liq kafolat emas. Har qanday holatda yangi qonun hujjatlarining rasmiy matni bilan tanishish shart. Shuningdek, ayrim hududlarda yashaganlik uchun maxsus koeffitsiyentlar qo'llaniladigan bo'lsa, bu koeffitsiyentlarning saqlanib qolishi yoki bekor qilinishi ham alohida e'tiborni talab qiladi. Hozircha bu borada aniq bir ma'lumot yo'q. Shuning uchun bu masala ham diqqat markazida bo'lishi kerak. Ikkinchidan, tuzoqlar. Eng katta tuzoq bu sizning mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar va pensiya jamg'armasiga to'langan badallar haqidagi elektron ma'lumotlar o'rtasidagi nomuvofiqlik. Eski tizimda mehnat daftarchasi ko'pincha asosiy hujjat hisoblanar edi. Ammo endi elektron ma'lumotlar bazasiga kiritilgan badallar haqidagi ma'lumotlar ustuvor ahamiyat kasb etadi. Tasavvur qiling, siz 3 yil ishlagansiz. Mehnat daftarchangizda barcha yozuvlar bor.
Lekin qaysidir ish beruvchi o'sha davrda siz uchun badallarni to'lamagan yoki to'liq hajmda to'lamagan. Eski tizimda bu unchalik katta muammo emas edi. Chunki staj tasdiqlangan bo'lsa kifoya edi. Yangi tizimda esa bu davrlar nafaqa hisoblashda inobatga olinmasligi mumkin. Bu esa sizning nafaqangizni sezilarli darajada kamaytiradi. Yana bir tuzoq bu maoshlarning konvertda berilgan davrlari. Rasmiy ravishda o'z maosh ko'rsatilib, qolgani norasmiy berilgan bo'lsa, sizning pensiya hisoblash uchun ishlatiladigan rasmiy o'rtacha maoshingizlar juda past bo'lib qoladi. Bu ko'pchilik tadbirkorlik subyektlarida ishlaganlar uchun og'riqli nuqta hisoblanadi. Uchinchidan, noaniq jihatlar. Ko'pchilikning fikricha yangi tizimga o'tishda avvalgi badallar qanday qayta baholanadi? Masalan, 20-30 yil oldin to'langan badallar bugungi kursda qanday indeksatsiyalanadi? Bu borada aniq mexanizm va formulasi odamlar o'z pensiya miqdorini aniq prognoz qila olmaydilar. Hozircha hukumat tomonidan bu masalaga to'liq oydinlik kiritilmagan. Shuningdek, pensiya jamg'armasiga badallar to'lash tartibida texnik uzilishlar yoki xatolar bo'lgan bo'lsa, ularni tuzatish mexanizmi qanchalik samarali ishlaydi? Agar sizning ish beruvchingiz xato tufayli badal to'lamagan bo'lsa, bu xatoni tuzatish jarayoni murakkab va uzoq davom etishi mumkin. Bu esa pensiya rasmiylashtirish jarayonini sezilarli darajada kechiktirishi yoki qiyinlashtirishi mumkin. Ayniqsa eski arxiv ma'lumotlari bilan bog'liq muammolar, korxonalarning tugatilganligi yoki qayta tashkil etilganligi sababli hujjatlarning yo'q bo'lishi kabi holatlar vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Pensiya yoshiga yaqinlashayotgan. Ammo mehnat daftarchasidagi yozuvlar tartibga solinmagan yoki unda aniqlik kiritilishi kerak bo'lgan holatlari mavjud bo'lgan fuqarolar uchun bu jiddiy muammo. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Hurmatli tomoshabinlar, yuqorida aytib o'tilgan yomon yangiliklarga qaramay umidsizlikka tushmaslik kerak. Har doim vaziyatni o'z foydamizga hal qilish imkoniyatlari mavjud, faqatgina o'z vaqtida harakat qilish lozim. Mana sizga bir qator aniq va amaliy maslahatlar. 1-2. O'zingizning mehnat faoliyatingiz haqidagi ma'lumotlarni tekshiring va tartibga soling. Mehnat daftarchasini tekshiring. Bugunoq mehnat daftarchangizni olib, undagi barcha yozuvlarni diqqat bilan ko'rib chiqing. Barcha yozuvlar aniq, o'chirilmagan va muhrlar bilan tasdiqlanganligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar, xatolar yoki o'chirishlar bo'lsa, darhol o'sha korxona yoki tashkilotga murojaat qilib, ularni tuzatishni talab qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxiviga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu pensiya jamg'armasiga badallar haqidagi ma'lumotlarni oling. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz asosida pensiya jamg'armasiga qancha va qaysi muddatlarda badallar to'langanini aniqlashingiz shart. Bu ma'lumotni davlat xizmatlari markazlari orqali yoki shaxsiy kabinet orqali elektron shaklda olishingiz mumkin. Ba'zida bu ma'lumotlar MyBokkubuz portali orqali ham mavjud bo'ladi. Har bir ish joyi va har bir davr bo'yicha ma'lumotlarni solishtirib chiqing. Agar mehnat daftarchangizdagi staj va pensiya jamg'armasiga tushgan badallar davri o'rtasida nomuvofiqliklar bo'lsa, bu jiddiy muammo hisoblanadi va darhol hal qilinishi kerak. Maosh to'g'risidagi arxiv ma'lumotlarni to'plang. Agar siz pensiya jamg'armasiga badallar to'g'risidagi ma'lumotlar bilan bog'liq muammolarga duch kelsangiz, o'sha davrdagi ish joylaringizdan agar mavjud bo'lsa, maosh to'g'risidagi ma'lumotnomalarni yig'ing. Bu hujjatlar kelajakda sizning haqingizni himoya qilishda muhim dalil bo'lishi mumkin. 2. Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Agar sizda mehnat staji, badallar yoki maoshlar bilan bog'liq aniq savollar yoki muammolar bo'lsa, tez orada yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Ulardan individual maslahat oling. Muammoingizni to'liq bayon eting va ulardan nima qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatma so'rang. Ular sizga qanday hujjatlar kerakligi, qayerga murojaat qilish kerakligi va qaysi qadamlarni qo'yish kerakligi haqida batafsil ma'lumot berishlari shart. O'zingiz bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, mehnat daftarchangiz va pensiya jamg'armasiga badallar haqidagi barcha mavjud ma'lumotlarni olib borishni unutmang. Yo'qolgan hujjatlarni tiklash yoki arxiv ma'lumotlarini olish. Agar sizning mehnat daftarchangizda yozuvlar yo'q bo'lsa, o'chirilgan bo'lsa yoki yo'qolgan bo'lsa, darhol tegishli arxiv idoralariga murojaat qiling. Eski korxona va tashkilotlarning arxiv ma'lumotlari asosan davlat arxivlarida saqlanadi. Ular sizga mehnat faoliyatingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar berishi mumkin.
bu jarayon uzoq va murakkab bo'lishi mumkinligini hisobga olib, hozirdan boshlashingiz tavsiya etiladi. 4 huquqiy maslahat oling. Agar vaziyat murakkablashsa yoki pensiya jamg'armasi xodimlari sizning muammoingizni hal qilishda yordam bera olmasalar, huquqshunos yoki advokatdan malakali yuridik maslahat olishdan tortinmang. Pensiya qonunchiligi murakkab bo'lib, ba'zida faqat mutaxassisgina sizning huquqlaringizni himoya qilishda yordam bera oladi. 5. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz. Agarda siz norasmiy tadbirkorlik bilan shug'ullanib, pensiya jamg'armasiga badallar to'lamagan bo'lsangiz, imkon qadar tezroq faoliyatingizni rasmiylashtirib, ixtiyoriy badallarni to'lashni boshlang. Garchi bu badallar oldingi yo'qotilgan stajni to'liq qoplamasa ham, kelajakdagi pensiya miqdoringizga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. 6. Taqdirga tan bermang. Eng muhimi, taslim bo'lmang. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish uchun kurashish lozim. Hukumat idoralariga murojaat qilish, shikoyatlar yozish, agar zarur bo'lsa, sudga murojaat qilishdan qo'rqmang. Barcha harakatlaringizni yozma ravishda qayd eting va barcha olingan javoblar va hujjatlarning nusxalarini saqlab qo'ying. Xulosa, hurmatli do'stlar, bugun men sizlarga 2026 yil 1 maydan boshlab joriy etiladigan pensiya tizimidagi juda muhim va afsuski ko'pchilik uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Ko'rib turganingizdek, bu o'zgarishlar nafaqa yoshiga yaqinlashayotgan har bir fuqaro uchun jiddiy sinov bo'lishi mumkin. Yangi qoidalar bo'yicha pensiya miqdori butun mehnat faoliyati davomidagi o'rtacha ish haqi va pensiya jamg'armasiga to'langan badallarning muntazamligiga qarab hisoblanadi. Bu esa avvalgi tizimga nisbatan ko'plab pensionerlar uchun sezilarli darajada past nafaqa miqdorini anglatishi mumkin. Shu sababli har biringizni faollikka chaqiraman. Vaqtni boy bermang, hozirdan o'z mehnat stajingizni, pensiya jamg'armasiga to'langan badallaringizni va maoshlaringiz haqidagi ma'lumotlarni diqqat bilan tekshirib chiqing. Har qanday nomuvofiqliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish uchun darhol tegishli idoralarga murojaat qiling. O'z kelajagingizni o'zingiz himoya qiling. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Iltimos, ushbu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Sizning holatingiz qanday? Bular haqida sharhlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu video boshqalarga ham yetib borishi uchun like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shu kabi dolzarb va hayotiy mavzularda videolarni tayyorlashda yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha.